Mamlakatimizda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish, ularni mehnat bozoriga faol jalb etish hamda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishga ko'maklashish masalalari ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilangan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda Moliya banki tizimi tomonidan joriy etilayotgan dasturlar yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutmoqda. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan Kelajakka qadam loyihasi yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirish, ularning biznes g'oyalarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda. Mazkur loyiha doirasida yosh tadbirkorlardan biri 1 milliard so'm miqdorida imtiyozli kredit olib, pishiriqlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan o'z biznesini yo'lga qo'ydi. Bugungi kunda korxona oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish, xususan shirinliklar tayyorlash yo'nalishida faoliyat yuritmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlari amaldagi texnologik, sanitariya, gigiyena hamda sifat talablariga muvofiq ravishda tashkil etilgan. 1 milliard so'm kredit olganmiz. Hozirda kafemizda 6 kishilik ish o'rni yaratilgan. Nasib kelajakda faoliyatimiz yaxshi ketib, filiallar ham ochish niyatimiz bor. O'sha olgan kreditimizni xalqimizni sifatli oziq-ovqatlar, tayyor ovqat mahsulotlar ham pishiriqlar bilan ta'minlash uchun, ham chiroyli go'zallik atmosfera yaratish uchun sarflaganmiz. Yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor. Mijozlarimiz telefon qilishib, o'z buyurtmalarini o'z egalariga yetkazib beramiz. Loyiha natijasida 6 nafar fuqaro doimiy ish bilan ta'minlandi. Bu esa yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash orqali bandlikni oshirish va aholi daromadlarini ta'minlashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar samaradorligini ko'rsatadi.